Afrika Millatlar Kubogi dramaning yuqori janri namoyish etildi. Senegal musobaqa mezboniga qarshi o'ynayapti. O'yin dramatik va 90+5-daqiqada kutilgan voqea sodir bo'lyapti. Brahim Diaz penalti ishladi. Penalti bormidi yoki yo'qmi? Rosa muhokama bo'lib ketdi. Shuni kutdilaring-ku degan mazmunda Senegal isyon qilib yubordi. Lekin jamoaning yulduzi, jamoaning haqiqiy bir mo'min yigiti Sadio Mane do'stlar butun dunyoga master klass o'tab berdi. Vatani uchun u jamoadoshlarini hattoki murabbiyga qo'shib qaytish kerak deb kiyim almashtirish xonasiga kirib turib qaytib olib chiqdi. Brahim bo'lsa bunaqa tepish uchun futbolchi rostdan ham shok holatiga tushishi kerakda. Panenkasini ijro etdi. Mendi o'tirib o'rnidan turib o'rtada kofe ichib to'pni egallab oldi va yuqori hakamga ishora qildi. Taqdiri ilohiy qayoqqa qarab ketayotganligini Marokash ham tushundi, muxlislar ham tushunishdi. Buni ko'proq tushungan Senegal o'zining